birga yonlarda turing. Aynan mo'ylovini qarab. Duo bersak, ha? Ha, ilohi amin. Ilohi amin. Qo'shganlar bilan qo'shaqas amin dinglar. Iltimos hamma amin desin. Erini uydan baqa kelmaydigan bo'lib qolsin. Ser farzand, ser davlat bo'laylik. Ikkimiz baxtli bo'laylik. Dushmanlarimiz havas ketib, tomi ketib qolsin. 10-15 ta tug'ib bor. O'ynab kulib yuraveraylik. Ilohi amin. Amin dinglar. Hammanglar to'yimizga o'tinglar, hamma. To'yina bilan birga o'ynaymiz-da. Chamadonini oling. Chamadonni. Ketdik. To'yga yuringlar. Shu yosh san'atkorlarni, xalq ichida yurgan san'atkorlarni qo'llash, ularga ozgina bir ko'mak berish maqsadida shunaqa challengelar uyushtirib turaman. Challenge sharti jonli ravishda ijro qilish bo'lgan edi, ashula aytish bo'lgan. Challenge'da ko'p odam qatnashdi. Boshqa mamlakatlardan, ya'ni O'rta Osiyoni ko'p hududlaridan ishtirokchilar qatnashdi. 5 ta finalistimiz bor edi. Shu 5 ta finalistimiz ichida bir yigitimiz g'olib bo'ldi. Bu yigit asli shu o'zimizdan Rossiyaga bir musofir bo'lib ishlashga ketib, o'sha yerda stroykada ishlab yurgan yigitimiz g'olib bo'ldi. O'sha yonidagi sheriklari, stroykadagi sheriklari bu ukamizga bilet olib berishdi. Bir kunda konsertdan bir kun oldin yetib keldi Toshkentga. Bitta qo'llab olasizlar. Tolibjon To'xtasinov. Qo'llaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, ustoz sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa barcha muxlislarimizga bizni qo'llab-quvvatlagan